Ana, to'ychovda o'g'il taksi qilib soqqani bo'lsam, katta birinchi kelyapti. Da, aylanib ishlab yuribdi. Da birinchi kelyapti. Sen telefonni. Do'stim o'z telefon qo'raman. Tinchlikmi jiga? Jigaring ichingda bo'ladi. Men bir taniyman. Sen meni tanimayapsan shekilli, o'zing uchun deb surishtirib oling. Meni Qodir yaponiskiy deyshadi. O'zbekchasiga yapon tovuq. Sen menga umuman paniyatga berma. Men paniyatga joyida bo'laman. Tushundingmi? Senga o'xshagan ko'pini ko'rganman, dalish ko'raman. Bir deganda shahardan yo'qib qo'yaman. Ko'p gapirma, asab ketaymi yoki hayda qorin och, kafega hayda. Amma aka, lishni gapirmadim sizga. Sen nima menga lishni gapira olmaysan lishni? Sendan zo'ri ham lishni gapira olmaysan. Tushundingmi? Men senga aytibman, bir deganda yo'qib qo'yaman shaharda. Qaytib taksavat qila olmaysan. Meni Qodir yaponiskiy deyshadi. Yapon tovuq surishtirib oling. Первый klichkam bundan. Hayda ko'p gapirma uka. Hop aka, hop. Vash chekkalarda bo'ladi bolam. O, baraka toping. Ana, vakil baraka toping. Xo'p, qancha bo'libdi bizning xizmatimiz? 52 ming bo'libdi. 50 ming bering siz mayli. Yashang, umringizdan baraka toping. Endi bolam dil ketdi-da, hammaga ham emas lekin. Pulni o'rniga bitta chiroyli duo qilib qo'ysam-da, keyin oramiz ochiq. Nima dedingiz shunga? Pul beraymi yo chiroyli bitta duo qilib qo'yaymi bolam? Birinchi pulni berib keyin duo qilsangiz ham bo'ladi. Ya hech qachon pulga ko'ngil qo'ymang. Oxirati yomon bo'ladi. O'shanga ora-orada duo ham olib turish kerak-da. Men hammaga ham emas, dil ketgani uchun aytayapman. Men duo qilgan odamlarning eng yomoni ham biznesmen bo'lib, Mercedeslarda oxirgi chiqqan mashinalarda yurishdi. O'sha men qilgan o'sha duolarni oqibatida. O'sha qatori sizni ham bitta chiroyli duo qilib qo'ysanda, keyin yo'llarimiz ayro sekin ketaveramiz-a. Qani? Mashinalaringiz tagidan shabadalab o'tib tursin. Hech qachon yo'llaringiz bexatar bo'lib, ota-onalaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib, bundan-da yaxshi mashinalarda olib maza qilib yuravering. Allohu akbar. Ana, bu yog'i yaxshi bo'ldi. Mayli, bizga ruxsat, sog' bo'ling. Amaki hazillashyapsiz o'ylabman, xizmatchi. Hozir hazillashadigan davr emas bo'lam.